alaykum obunachilarim, yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugun biz Sharxon tumani Qo'rg'oncha MFYdagi Sara urug'lar degan sexga keldik. Bugun sizlarga bu yerda biz obzor qilib beramiz. Ketdik, qani. Xudo xolasa sizlarga bir boshdan tarozi bo'ladi. Turar ekan. Qani bir boshdan obzor bu yerga kirib borishimizda yo'q. Traktorlar ish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Akalardan intervyu olamiz, xudo xolasa. Qancha tonna, bir yilga qancha tonna, qancha daromad hammasini ko'rsatib boramiz. Akalar. Xudo xolasa Xudo xolasa o'rtoqlar, mana dalamizga ham kelib oldik. Seximiz yonida dala bor ekan. Xo'p, bugun sizlarga hozir mana traktorimizni obzorini ko'rsataman sizlarga. Bu yonimizda bu yerda esa traktorimiz bor. Ya bu yonimizda ham bitta dala bor ekan bolalar. Yoqda hozir traktor ishlayapti. Yerda obzor qilib bemalol ko'rsatib beraman, yoritib. Traktorimizni qo'shmadim ekan. Ishlarni ochib. Mana kiloni beradi. Xudo xolasa obunachilar sizlarga mana maytlarda mana traktorimiz kullerlari, rollari, skurlari yangi ekan, holatlari tiniq, ideal holatda. Mana bu nimaga kerak obunachilar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qani, patinkalarimiz chang. Keyin mana skurlari 6 tali dedi buni. 6 tali skor bo'lar ekan. Mana ularni nimaga tushunmadik. Keyin sidinalariga buni maza qilasizlar ekan obunachilar. Mana bunday. Sidinalariga maza qilasizlar ekan, xudo xolasa. Traktorimiz yonidan zo'r qilamiz bitta. Aziz obunachilarim, xudo xolasa mana traktorimiz yangi holatda. Ko'ryapsizlar. Bechora 1-2 yillik traktor, lekin holatlari tanna. Egalari avaylab ishlatar ekan bu mashinalarni. O'zlaridan ham hozir intervyu olamiz egalaridan ham. Xo'p. Hozir esa paxta sezonga kelgan paytimiz mana. Ko'rishinglar mumkin. Maytlarda ogohlantirish belgilari mana, maytlarda tormozlari, skorlari, balonlari ham ancha bitta odamchalik kelar ekan bularni. Xo'p, obunachilarimiz traktorni ko'rgan bo'lsalar, xudo xolasa dalalar ko'rdinglar. Xo'p, endi sizlarga sextichlarini obzor qilib ko'rsatamiz. Xo'p do'stlar, mana bu dala ham bitta qarashli ekan. Xudo xolasa o'yinchi ish jarayonlari bo'lyapti. Bu yerda bizning do'stlarimiz hozir traktorni ichidan bemalol yurgizilgan holatda ko'rsatishyapti. Xo'p, bu yoqlarimiz sextichlari bo'ladi. Hozir ketyapmiz. Mana biz kollejda nomidan amaliyot o'tagan keldik. Men sizlarga shu voqealarni ko'rsatishni bahamliklariga ko'rdim sizlarga. Xo'p do'stlar, mana traktorimiz kuzatilyapti. Traktorimiz oldidan ichidan holatda. Radiatorlari mana uni ko'rasizlar. O'zigacha maza beradigan joyi. Xuddi kimnisiga qarab turgandek. Motorlari, ustalardan so'rasak, tuzatib bo'lgan, tayyor kapotni bekitib qo'ysa bo'ladi. Bunga yoniga yaqinlashishimiz mumkin emas ekan, to'k bor ekan obunachilar. Yoniga ishlarni ham ko'rsatamiz. Ko'rishlar mumkin. Bu yog'imizni ham ko'rsating mana. Ular ishlayapti ustalar, xudo xolasa. Intervyularni qashmadi endi. Shuni ham sizlarga ochib beryapman. Like, komment, obuna bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Do'stlar, menga hozir traktor kelib, pritseplardan aytdik, paxtalarga ko'kib, paxtalarga o'rib beradi. Paxtalar bu yoqda ham paxtalar, bu yoqda ham paxtalar, mana bu ham paxtalar. Paxtalar chaman-chaman, men paxtalarni sevaman degan shiorimiz bor bizda. Paxtalarga qarang ko'p. O'zbekistonda ham o'z paxta qo'yadiganlar ko'payib ketyapti. Kelinaveradi bolalar mana. Yonlarimizda ham ko'rishinglar mumkin obunachilar mana. Bitta traktorga kamida 5-10 tonna paxta sig'ar ekan, bitta pritsepiga. Tog'da paxtalar. Mana ular ko'rsataylik. Tog'da paxta bozor.
tomonda paxta ko'pligini qaranglar. Mashalloh. Ko'pgina paxta. Sara urug'lar degan seximizda paxtalar ko'rish. Do'stlar, bugun xudo sklatimiz var. Kattagina sklatimiz bor ekan bu yerda. Sizlarga kelib ko'rsatib ko'rishlar mumkin. Hozir paxta chakalarimizdan ham intervyularimiz chaqirishyapti ular. Maylarni qaranglar. Sklat. Bu yerda necha tonna paxta bor deb o'ylaysizlar? O'zbekistonda paxtalar. Bitta Sharxon tumanining o'zida buncha paxta bor degani endi o'ylab ko'rasiz O'zbekistonda. Paxta tugamaydi. Paxtalarni ustiga sakrab yotoqlaringiz keladi yumshoqligida. Aziz obunachilar, makibkalarni, paxtalarni qarang. Shotda chiqsalar ham bo'lar ekan, shunchalik baland. Shotda qo'yishni bilmaslik uchun. Endi chiqib borsangiz uni so'kishadi akalar endi. Qo'yishmaslar. Xudo xolasa mana ketyapmiz endi. Akalarim bilan bir so'rashib qo'yaylik. Intervyu olishsa, mana paxtalar. Do'stlar, xudo xolasa Sarag'ur degan sevimizda mana xavfsizliklari ham ancha oliy darajada. Agarda yong'in chiqib ketib qoladi deganda Sevgimiz ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas. Hamma chin dildan bir-biri bilan do'st, inoq, ahil ishlashar ekan. Boshliqlaridan ham bir ko'rishib gaplashsak, ancha muomalalar yaxshi, indamadi ko'rishib. Aziz obunachilar, xudo xolasa sexda jarayonlarni ko'rsatamiz desak, ovozim yetmay qolar ekan. Xudo xolasa manalarda endi chicha ovozim yetmay qoladi. Baqiribroq gapiraman, eshitilsa eshitildi. Mana bu yerdagi narsani yoritib bering. Mana bu yerda paxta toshlar ekan, mana paxta toshladi. Bu yerda mana xudo xolasa paxta qilyapti. Ko'rishlar mumkin obunachilar. Qo'ysa paxta ishlashini qaranglar, mana qo'pcha chiziqlarini qilyapti. Yurishga laboratoriya xonasi ham bor ekan, buni olib qo'ymaslik bo'lmaydi. Mana bu yerda laboratoriya xonamiz. Laboratoriya xonasida paxtalarni har yili yangicha tajribalar chiqarib, nima qilish kerakligini o'ylashar ekan bu yerda. Mana yerda ko'rishinglar mumkin aziz obunachilarimiz. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Hozir tushunishadi, bularni ham videoga olib sizlarga ko'rsatishga ilindim. Eng kami 100 kilo bo'lsa xolasa sizlarga paxtani prislanganini ko'rsataman. Qarang, keling. Paxtalar o'ta zich bolalar. Umuman qattiqligidan gapirishga til ochiq. Qattiq ishlari maydan tushunlardi. Paxtalarni olib kiryapti. Ko'rishinglar mumkin bu paxta olib kiryapti. Paxtalarimiz to'la kecha manaqa holatda kelib, manaqa holatda chiqib ketadi. Hozir ko'rsatgan holatida manaqa holatda chiqib ketadi obunachilarim. Xo'p, aziz obunachilar, akikalarni ko'rishinglar mumkin, xudo xolasa. Qo'lni selfie obzorini qilib qo'ydik. Intervyu olamiz desak, to'g'risi intervyuga akalarim ulamadi. Keyingi safar endi kelganimizda intervyu olishimiz mumkin. Agarda bu videolarimiz sizga qiziq bo'lsa, xudo xolasa keyingi safar qayta obzor qilinglar desanglar, o'zlarining egalari bilan gaplashib intervyular olib, ko'rsatib sizlarga yoritib beramiz. Xo'p, hali ko'rilmagan joylar qirralarni ochib, biz yangi qirralar ochamiz, xudo xolasa sizlar bilan, faqatgina sizlar bilan. Mana hammaga xayr, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Like, komment, obuna bosish esdan chiqmasin.